Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari. Bugun biz sizlarga yangi ishlarimizni ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Mana shu joylarda xudo xolasa pataloy qilib boryapmiz va ish jarayonlarimizni bir qator sizlarga ko'rsatib boramiz. Mana bu joylarimiz eni 375 ga, eni 375, uzunasiga 8 metr bo'lgan. Bu yerdan bo'lingan joyimiz bor. Bunaqasiga bo'lingan. U tomoni terasga uy qilib olishar ekan. Mana shuni bulu bilan urib to'slarga o'shanga xari qilib bekitganmiz. Ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Pataloyimiz Rekord Plus bo'ladi. Mana bu chekkasi qora, o'rtasiga oq tushiramiz. Mana bu yoni sariq va mana o'rtasiga oq bilan Rekord Plus qoqamiz. Hop, reykamiz ketayotgani 22 qator reyka tushyapti. Figurani o'zlaring ko'rib bir baho berasizlar. Video yoqsa like, podpiska tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Bir qator ko'rsatib borishga harakat qilamiz bitgan jarayonini. Bitta so'rasam men tomonga. Ha? So'rasam tomonga. Bo'ldi. Yerlardan yapıp Thế thôi ha.
Ana xudo xolasa sizlarga aytilgan pataloylarimiz bitdi. Ana hozir sizlarga ko'rsatib bormoqdamiz. Aytganimizda chekkasi qora, sariq va o'rtasi oq bo'ldi. Holatda bitti. O'zlaring ko'rib baho berib qo'yasizlar endi. Qonimiz mana shu qozonda bo'ladi. Qanaqa buni ham foto olib ko'rsatib olishga harakat qilamiz. Sizlarga ko'rsatgan kecha kunga charaq qolgan ishimizni bugun bitirdik. Xudo xolasa mana stilda bo'ldi bunisi. Sizlarga ko'ra bir baho berasizlar. Video yoqsa like, podpiska bosishni unutmanglar. Mana bu holatda bo'ldi. Barcha ishlarimiz. Hatırına koyayım.